Qadrli tinglovchilar, navbatdagi darsimizni boshlaymiz. 3-paragraf biologiyani o'rganish usullari. Biologiyani o'rganishda juda ko'p usullardan foydalaniladi. Bular orasida eng asosiylari kuzatish, taqqoslash, tarixiy usul va albatta tajriba usuli hisoblanadi. Mana shu 4 ta usul bilan chuqur gaplashib, tanishib chiqamiz. Eng dastlab kuzatish usuli. Kuzatish usuliga beriladigan ta'rifni bilib olishimiz kerak. Qanaqa ta'rif beriladi? Eng qadimgi usul, bu birinchi ta'rif, bilib olishimiz kerak. Demak, eng qadimgi usul qaysi usul biologiya o'rganishda deyilsa, siz aytishingiz kerak, kuzatish usuli deyishingiz kerak. Keyingi ta'rif, tekshirayotgan odam sezgi organlari, ya'ni ko'rish, eshitish, his qilish yordamida, mana bu fikrga diqqat qiling, hurmatli o'quvchilar, tabiiy holatga ta'sir etmagan holda ma'lumot to'playdi. Demak, tabiatga umuman ta'sir ko'rsatmaydi, tabiatga ta'sir etmagan holda ma'lumotlar to'playdi. Kuzatish usuliga bir qancha misollar keltirishimiz mumkin. Bu misollarga diqqat qiling. Masalan, ilk misolimiz, birinchi misol. Bunda biror qush haqida ma'lumot to'plash uchun uning uyasi yonida kuzatish olib boriladi. Bu birinchi misol. Ikkinchi misol, hozirgi kunda video kamera qo'yish yoki chip ulash orqali kuzatishni osonlashtirish mumkin. Mana shu ikkita misolni eslab qoling. Bu kuzatish usuli haqidagi test savollarida beriladigan misollar hisoblanadi. Shu misollar berilsa yoki qaysi holatda tabiatga ta'sir etmagan holda o'sha ma'lumotlar to'planadi degan savol berilsa, siz kuzatish usulida deb javob berishingiz kerak bo'ladi. Keyingi usul taqqoslash usuli. Diqqat qiling, taqqoslash usulining qoidasi bilan tanishamiz. To'plangan ma'lumotlar asosida ikkita organizm o'zaro solishtiriladi. Demak, to'plangan ma'lumotlar asosida ikkita organizm o'zaro solishtirilsa, bu taqqoslash usuli bo'ladi. Ular o'rtasidagi o'xshashlik hamda farqlar aniqlanadi. Ikki xil hayvon turi o'zaro taqqoslanganda, bu hayvonlarning ikkalasi ham tirik organizm ekanligi yoki kislorod bilan nafas olishi o'xshash, lekin ularning tuzilishi, yashash joyi yoki oziqlanishda farq bo'lishi mumkin. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, o'xshashlik hamda farqlar bu yerda inobatga olinyapti. O'shalar o'xshashlik hamda farqlar haqida ma'lumotlar to'planyapti. Nimalar o'zaro taqqoslanyapti? Misol tariqasida testda tushishi mumkin. Oq ayiq va qo'ng'ir ayiqning o'sha surati. Oq ayiq va qo'ng'ir ayiqni o'zaro taqqoslanganda ularning o'xshashlik hamda farqlarini qaysi usul yordamida aniqlaymiz degan savol tushadigan bo'lsa, siz aytishingiz kerak, bu taqqoslash usulida deb aytishingiz kerak bo'ladi. Tarixiy usulga diqqat qiling, hurmatli o'quvchilar. Tarixiy usul. Bu yerda ham solishtiriladi degan so'z bor. Ammo biroz boshqacharoq taqqoslash usuliga qaraganda, qadimda mavjud bo'lgan organizmlar hozirda yashayotganlari bilan solishtiriladi. Qadimda yashayotgan organizmlar, qadimda yashab o'tib ketgan organizmlarni hozirda yashayotganlar bilan taqqoslanadi. Va ularning farqini bilish orqali tirik organizmlarning qay darajada o'zgarganligini o'sha ma'lumotlar keltirilib aniqlab olish mumkin bo'ladi. Takrorlaymiz, hurmatli o'quvchilar, tarixiy usul qadimda mavjud bo'lgan organizmlarni hozirda yashayotganlari bilan solishtiriladi. Bu bir. Ikkinchisi, ulardagi farqlarni bilish orqali tirik organizmlarda qaysi darajada o'zgarishlar sodir bo'lganligini aniqlanadi. Endi tarixiy usulga misol keltiramiz. Misol uchun, otlar qadimda tulkidek keladigan yirtqich hayvonlardan paydo bo'lgan. Keyinchalik oyoqlari uzunlashgan, bu ma'lumotlarga diqqat qiling, oyoqlari uzunlashgan, tuyoqlar bilan himoyalangan, tez yuguradigan va o't bilan oziqlanadigan jonzotlarga aylangan. O'zgarishlarga diqqat qiling. Keyinchalik 1 oyoqlari uzunlashgan, 2 tuyoqlar bilan himoyalangan, 3 tez yuguradigan, 4 o't bilan oziqlanadigan jonzotga aylangan. Mana shu 4 ta o'zgarishga diqqat qiling. Ot evolyutsiyasi qaysi usul yordamida aniqlanadi degan savol berilsa, siz javob berishingiz kerak, bu tarixiy usul deb. Keyingi usul, bu tajriba usuli hisoblanadi. Tajriba usuliga diqqat qiling. Organizmlar uchun qulay bo'lgan muhit yaratib beriladi. Shu muhitda ularning o'sishi va rivojlanishi, organizmning tashqi muhit ta'sirida o'zgarishi o'rganiladi. Qaytaramiz. Organizmlar uchun qulay muhit yaratib beriladi va shu muhitda ularning o'sishi va rivojlanishi, organizmning tashqi muhit ta'sirida o'zgarishlari o'rganiladi. Masalan,
qanday misol keltiramiz? Masalan, diqqat qiling. Oq gulli o'simliklarni turli rangdagi bo'yoq eritmasiga solib, 2 soatdan so'ng gul rangining o'zgarishlarini tajribada kuzatiladi. Shu savol ham savol bo'lib misol keltirilgan holda tushadi va siz qaysi usul biologiyani o'rganishning qaysi usuli ekanligini aniqlashingiz kerak. Bu tajriba usuli hisoblanadi. Suratda ham keltirilgan. Yuqorida suratda keltirilgan. Keyingi savollar. Mana bu yerda asosiy tushishi mumkin bo'lgan savollar keltirilgan. Diqqat qiling. Ikkinchi savol. Oq va qo'ng'ir ayiqning o'xshashlik hamda farqlari qaysi usulda aniqlash mumkin? Bu albatta taqqoslash usuli. Keyingisi, qaysi usuldan foydalanib otlarning kelib chiqishi haqida ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin? Bu albatta tarixiy usul. Oq gullarga bo'yoqning ta'siri qaysi usul yordamida tekshirilishi mumkin? Bu albatta tajriba usuli. Va nihoyat so'nggi usulga diqqat qiling, bu juda ham muhim. Qaysi usulda tabiiy muhitga ta'sir etmasdan ma'lumot olinadi? Bu savolga ham alohida e'tibor berishingiz kerak. Bu kuzatish usuli edi. Ana endi qo'shimcha ma'lumotlar. 17-asrda italiyalik olim Francesco Reggi'ni eslab qolishingiz kerak, familiyasini. Francesco Reggi 3 ta shisha idish olib, ularga hammasiga go'sht bo'laklarini joylaydi. Birinchisini og'zini ochiq holda qoldiradi. Bu birinchi idish. Ikkinchi idishni og'zini zich berkitadi va uchinchi idishga doka bilan yopadi og'zini. Demak, 3 ta idish, birinchi idish ochiq qoldirilyapti. Vaqt o'tishi bilan unda pashshalarning tuxumlari va qurtlari, lichinkalari paydo bo'lyapti. Ikkinchi idish va uchinchi idishda og'zi berkilganligi tufayli umuman qurtlar paydo bo'lmayapti. Ikkinchi idishga umuman o'tmayapti. Uchinchi idishda esa doka bilan yopib qo'yilyapti. Bu endi havo ham o'tayotganligini bildirish maqsadida idishga havo o'tib turibdi, ammo baribir pashsha kira olmayotganligi uchun qurtlar paydo bo'lmaydi. Demak, faqat birinchi idishda pashshaning qurtlari paydo bo'ladi, chunki u yerda pashshalar tuxum qo'yadi go'shtga. Keyingi savollarga o'tamiz, hurmatli o'quvchilar. Bu lupa va mikroskop tuzilishi bilan tanish hisoblanadi. Organizmlarni o'rganishda kattalashtiruvchi asboblardan foydalaniladi. Masalan, birinchisi lupa. Lupaga beriladigan ta'riflarga diqqat qiling. Birinchisi, eng sodda tuzilgan kattalashtirib ko'rsatuvchi asbob. Bu birinchi ta'rif. Ikkinchi gap, muhim gap, ikki tomoni qavariq linzadan iborat. Ikkita bo'ldi. Ana endi uchinchisi muhim gap. Buyumni 2-20 marotabagacha kattalashtiradi. Bu uchinchi muhim gap. Buyumlarni 2 martadan 20 martagacha kattalashtiradi. 3 ta muhim gap bo'ldi. Keyingi muhim gapi, 4-chi muhim gap, tarvuz yoki pomidor bo'laklarini tekshirib, ularni yumaloq hujayralardan iboratligi aynan lupa yordamida aniqlanadi. Demak, 4 ta muhim savol bor ekan. Qo'l lupasi haqida. Lupa eng sodda tuzilgan kattalashtirib ko'rsatuvchi asbob bu 1, ikki tomoni qavariq oyna 2, uchinchi ma'lumot 2 martadan 20 martagacha kattalashtirib ko'rsatadi va 4-chi ma'lumotni o'zida ikkita savol bor. Masalan, lupa degan so'zni ishlatmasdan tarvuz va pomidorning meva et hujayralari qanday shaklda degan savol tushadigan bo'lsa, siz yumaloq shaklda deb javob berishingiz kerak bo'ladi. Va aynan tarvuz va pomidorning o'sha yumaloq hujayralarni, meva etidagi yumaloq hujayralarni qaysi kattalashtiruvchi asbob yordamida aniqlash mumkin deyilsa, albatta qo'l lupasi deb javob berasiz. Keyingi o'rganiladigan asbob bu mikroskop hisoblanadi. Mikroskop nima? Birinchi ta'rif. Mikroskopning ta'rifi kichik obyektlarni kattalashtirib ko'rsatuvchi laboratoriya jihozi hisoblanadi. Kichik obyektlarni kattalashtirib ko'rsatuvchi laboratoriya jihozi. Keyingi savol. Ko'rish nayi ikkinchi nomi, ko'rish nayining ikkinchi nomi bu tubus hisoblanadi. Eslab qoling. Ko'rish nayi, ya'ni tubusning ikkita qismida, yuqorigi qismida va pastki qismida. Ko'rish nayi tubusning yuqorigi qismida nima joylashgan, pastki qismida nima joylashgan? Ko'rish nayi tubusning yuqorigi qismida mana birinchi surat va pastki qismida mana keyingi 8-surat. Birinchi surat bu okulyar yuqorigi qismida va 8-surat bu obyektiv uning pastki qismida. Demak, ko'rish nayi tubusning yuqorigi qismida okulyar joylashgan ekan, pastki qismida esa obyektiv joylashgan ekan. Buni bilishimiz juda ham muhim.
Keyingi savol, shtativga nimalar biriktiriladi degan savol. Shtativga ikkita narsa biriktiriladi. Tubus va buyum stolchasi biriktiriladi. Tubus va buyum stolchasi shtativga biriktiriladi. Tubusni ko'tarish yoki tushirish qaysi vint orqali amalga oshiriladi? Hurmatli o'quvchilar, ikkita vint bor, makrovint va mikrovint. Tubusni ko'tarib tushirish aynan makrovint orqali amalga oshiriladi. Makrovint yordamida tubusni ko'tarish yoki tushirish mumkin. Keyingisi, ko'zgu qayerga joylashtiriladi? Bunga diqqat qiling. Ko'zgu buyum stolchasining teshigi ostida bo'ladi. Buyum stolchasidagi teshik ostida ko'zgu joylashar ekan. Buni ham yoddan chiqarmasligimiz kerak, bilishimiz kerak. Keyingi savolga diqqat qiling. Yorug'lik mikroskopi qancha kattalashtirganligini qayerdan bilamiz? Yorug'lik mikroskopi necha marta kattalashtirganligini bilish uchun okulyar va obyektiv ko'rsatkichlarni bir-biriga ko'paytiramiz. Masalan, okulyardagi raqam 10 ni, obyektivdagi raqam 20 ni ko'rsatib turgan bo'lsa, demak 10 va 20 ni bir-biriga ko'paytiramiz. O'sha preparat 200 marta kattalashtirilib ko'rsatilayotgan bo'ladi. Keyingi fikrlarga diqqat qiling. Ana endi mikroskop bilan ishlash tartibida qanday savollar keltirilgan ekan bilishimiz kerak bo'lgan. Masalan, birinchisi mikroskop stolchakasi 3-4 sm ichkarida joylashishi kerak. Bunchalik ham muhim bo'lmasa ham bilib qo'yishimiz kerak. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgani bu nihoyatda endi muhim. Biz aytdik, makrovint yordamida makrovintni oqsa bo'lib tubusni pastga tushirish yoki yuqori ko'tarish mumkinligini aytdik. Mana bu fikrga diqqat qiling. Obyektiv preparatdan 4-5 mm balandlikda bo'lishi kerak. Shu fikrga diqqat qiling. Obyektiv preparatdan 4-5 mm balandlikda bo'lishi kerak. Keyingi savolga diqqat qiling, hurmatli o'quvchilar. Tasvirni yanada tiniqlashtirish uchun nima qilinadi? Mikrovintni buraladi. Mikrovint nima uchun buraladi? Makrovint nima uchun buraladi? Makrovint tubusni pastga tushirish yoki yuqori ko'tarish uchun, tasvirni yanada tiniqlashtirish uchun esa mikrovintdan foydalanar ekanmiz. Mana shu ma'lumotlar 3-paragrafda keltirilgan. Ana endi keyingi mavzu 4-paragraf, hujayra tiriklikning asosi. Mana shu mavzuni gaplashamiz. Yuqorida o'tilgan mavzudagi barcha komponentlarni, qismlarni yaxshilab o'qib yodlashingizni so'rayman. Albatta, bob so'ngida yuqorida mana shu mavzuda keltirilgan barcha ma'lumotlar asosida testlarni ishlab, bilimingizni mustahkamlaysiz degan umiddaman.